Nega immunitetimiz past yoki immunitetim past? Buning asosiy sababi nimada? Sabablar juda ko'p bo'lishi mumkin. Organizmda mikroelement, vitaminlar, uyquni vaqtida bo'lmasligi, kam uyqulik, ya'ni stresslar har xil bizning organizmimizga immunitet baland bo'lish uchun mana shularni yaxshi biz ta'minlab berishimiz kerak. Yana bir sirni ochaman. Immunitet organizmimizda, ichaklarimizda 80-85% tug'iladi. Bizning bugungi kunda konsultatsiyada juda ham ko'plarimiz qabziyatdan yoki disbakteriozdan aziyat chekib kelyapmiz. Shuning uchun ham immunitet pastligidan aziyat chekyapmiz. Siz immunitetingizni ko'tarmoqchimisiz? Siz organizmingizni tozalovdan boshlashingiz kerak. Yana immunitet haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, onlayn, offlayn konsultatsiyalarimga qatnashishingizni maslahat beraman. Mana shu nomerlarga telefon qiling va Telegram kanalimga o'tib, immunitet so'zini qoldirib, bemalol mendan alohida siz o'zingizni immunitetingiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Kommentariyamda immunitet so'zini qoldirib, siz yana bir alohida o'zingizni immunitetingiz haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.